Assalomu alaykum barchalaringizga. Bugungi ma'ruza namoz jumada va shu zo'r tema ochildi. Barcha O'zbekistonda ishlaydigan usta akalar diqqatiga. Qarochi, bugun namoz jumada Domlaboy aytdilarki, ko'p ustalar uy egasini shunaqa kidat qilishar ekanki, magazinga borib kafel ustasimi, malarimi, shkaturkachisimi, luboy bo'lsa ham insoflilari bor, lekin insofsizi juda ham ko'p ekan. Kelib magazinchiga aytganki, aka, uy egasi men shu narsani men sizdan oldiraman, ustiga lekin meni haqqimni qo'yib bering deb magazinchini majbur qilar ekan. Agar magazinchi yo'q desa, agar chiqib borib boshqa magazindan olar ekan. Magazinchi mana shu savolni beryapti Domlaboyga. Shu ishim to'g'rimi, shunaqa qilsam dedilar. Domlaboy aytdilarki, bu ish harom. Kim agar mana shu ishga qo'shilsa, topgan foydasi ham, nimasi ham harom dedilar. O'sha uchun barcha ustalarga Xudoning o'zi insof bersin. Yo'q, men aldab bo'ldim, men shu dunyoda men ishimni bitirib olaman desa, lekin baribir qiyomatda haqqini oldirib beradi Alloh taolo. O'sha uchun vaqtida o'zlaringizni to'g'rilanglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.